Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan O'zbekistondagi eng qimmat kelinlar libosini ko'ramiz. Uni asoschisi Ozodaxon bilan tanishamiz. Ketdik. Eng qimmat ko'ylak qaysi? Qaysi bir eng qimmatga tushgansiz? Eng arzon boshlangan biz sotgan ko'ylaklar eng retail narxi 15.000 yevrodan boshlanadi. Eng qimmati где-то 35.000 yevrolik ko'ylak. 45.000 dollarlik ko'ylak. Katta bo'lganimda katta dizayner bo'laman, Fransiyalarda yuraman, 5-sinfligimda yozgan ekanman. Topib olishdi Fransiyadaligimda. Bu yerda Jenny Beckham yaqinda ishlashni boshladik. Brendi bu angliyskiy brend. Ko'ylakda 1 santimetr raznica qilsa ham ozgina, уже ko'ylak vidi buziladi. Zuhayr, Murat, Elsa brendlarini ofitsialniy dilerlari bo'lishi mumkin. Qanday ularni olib kelish mumkin? Kerakli vaqtda kirib keldik. Eng katta o'rgangan darsligingiz nima bo'ldi bular bilan ishlab? Sotish uchun yarashdi deb gapirilmaydi rostdan. Grace'ni men oddiy salondan yuqoriroq joy, maskan deb ko'raman. O'zbekiston to'y moda olamiga yangi nafas bag'ishlagan, kelinning orzu libosiga ega bo'lish yo'lini mutlaqo boshqacha ko'rgan inson. Bu Ozodaxon Babayeva, Grace Wedding House asoschisi. Grace kichikkina showroom sifatida yo'lga chiqqan edi, ammo hatto shu kamtar doirada ham Ozodaxon uni nom va obro'ga aylantirishga muvaffaq bo'ldi. Shundayoq Grace haqida gapira boshlashdi. Uni taniy boshlashdi va to'liq salon ochilish vaqti kelganida salonning o'z sadoqatli mijoz bazasi mavjud edi. Bugungi kunda Grace bu shunchaki to'y saloni emas, bu kelin o'z orzusidagi libosni topish mumkin bo'lgan maskan. Dunyodagi nufuzli brendlardan tortib mahalliy tikilgan modellargacha Grace premium darajani ommabop variantlar bilan uyg'unlashtirib, o'ziga xos muvozanat yaratmoqda. Grace uchun alohida iftixor Grace Atelier. Uning tarixi 2022-yilda tikilgan yagona to'y libosidan boshlangan. Bugun esa bu o'z ishlab chiqarishi dizaynerlar jamoasi, ustalar va qo'l mehnati bilan bezak yaratuvchi chig'iruvchilar. Har oy yangi modellar yaratiladi. Lekaladan to mukammal o'lchamgacha. Ular faqat sotish uchun emas, balki har bir kelin aynan shu libosni kiyib ko'rganda aynan shu deb his etishi uchun. 3 yil ichida Grace birgina libosdan iborat kichik xonadan 100 dan ortiq modelga ega ulkan butikkacha yetib keldik. Grace to'y sohasidagi xizmat standartlarini o'zgartirdi. Kelinni birinchi o'lchashdan to to'y kunigacha to'liq qo'llab-quvvatlash, obrazning har bir jihatini nazorat qilish. Bu bizning vazifamiz va ishimiz. Albatta, Grace bu hamda xalqaro hikoyadir. Har yarim yilda Ozodaxon va jamoasi Paris Haute Couture Fashion Week hamda Barcelona va New York Bridal Fashion Weekda qatnashib, to'y moda trendlari yaratiladigan sahnalarda O'zbekistonni namoyon etadi. Bu nafaqat Grace uchun yangi chegaralar ochadi, balki mamlakatimizda to'y modasining nufuzini oshirib, uni jahon hamjamiyati nazaridan qo'yiladigan va qadrlanadigan darajaga ko'taradi. Grace moda orqali o'zbek madaniyatini dunyoga tanitadi va eng dolzarb tendensiyalarni O'zbekistonga olib keladi. Assalomu alaykum. Bugun bizni BR asoschi loyihamizni mehmoni Babayeva Ozoda Anvarjon qizi. Hozirgi kunda Toshkentdagi eng qimmat kelinlar liboslar sotadigan salonni asoschisi bo'ldi. Bu yerda eng qimmat Zuhayr, Murat va Elsa brendlarini ko'ylaklarini ko'rsatib bo'ladi. Rahmat kelganingiz uchun Ozoda. Sizlarga rahmat, assalomu alaykum. Avvalambor taklifingiz uchun rahmat kattakon. Tanishtirayotganda aytsangiz ham bo'ladi. O'quvchilarimdan biri deb tanishtirsangiz bo'ladi. Sizga rahmat taklifga. Hozir biz siz bilan Toshkentdagi eng qimmat ko'ylaklarni va xalqaro eng mashhur brendlarni ko'ramiz. Biz tanishtiring, bu yerda qaysi brend? Bu yerda mana Jorj Xabeka va Zuhayr Muratdan ko'ylaklarimiz turibdi. Bu yerda Elisa hozir ko'rsataman. Bu uchala brend svadebniy olamini, modasini boshqaradi desak ham bo'ladi. Bular hammasi fransuzskiy brendlar o'z aslida sindikatga kirgan. Hammasi moda couture nedelalarda ham bular lider brendlar hisoblanadi va arab
dunyosida ham eng chiroyli, eng qimmat, eng roskoshniy ko'ylaklarni shu brendlar tikishadi. Xo'p, mana George Habeka brendlari bu hammasi qo'l ishlari juda ham nafis, o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Juda ham har bitta detali shu darajada mana ko'ryapsiz, hammasi boshdan oxirigacha toshli, lekin juda ham yengil ko'ylaklar, chunki bular hammasi qo'lda ipda tikilgan materiallari. Va Zuhayr Murod mana turibdi, bular asosan klassikroq, lekin mana shintili fransuzskiy gipyurlardan foydalanishadi va qo'l ishlari bilan ham ular ham doim ko'ylaklar tikishadi. Juda ham chiroyli ko'ylaklar va bu brendlar kolleksiya sozdавать qilgandan keyin boshqa brendlar ulardan qaysidir detallarini olib keyin shu bular kolleksiya prezentovать qilgandan keyin уже qolgan kolleksiyalar ham bunga qarab yuradida baribir. Zo'r, ular trend setter ekanda. Trend bular yaratishadi. Bunda eng qimmat ko'ylak qaysi biri eng qimmatga tushgan sizga sotib olish uchun? Bular hammasi qimmat. Aslida eng arzon boshlangan biz sotgan ko'ylaklar eng retail narxi 15,000 yevrodan boshlanadi. Eng qimmati bu yerda? Bu yerda hozir eng qimmati где-то 35,000 yevrolik ko'ylak turibdi. 35,000. O'z bu biznesga qancha tikkansiz? Juda ko'p. Hali ham tikish davomidamiz, chunki biz har 6 oyda yangi brendlar, yangi kolleksiyadan ko'ylaklar sotib olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun har 6 oyda 5 ta brenddan minimalniy zakaz beramiz. Shuning uchun hali xalqaro brendlar bilan kontrakt tuzish uchun ham bitta pul investitsiya qilinadi, to'g'rimi? Da, undan tashqari har 6 oyda yangi kolleksiya ular prezentovать qiladi, yilda 2 marta. Bu Amerikada, Nyu-Yorkda va bir marta Barselonada ham qatnashadi. U yoqqa boramiz, prezentatsiya qiladi. Bitta kolleksiyada 13 ta, 12 ta, 11 ta ko'ylak bo'ladi maksimum. Shular ichidan o'zimizning O'zbekiston mentalitetiga mos, yopsa bo'ladigan, albatta ko'ylak tanlayotganimizda mentalitetimizdan, diniy qarashlarimizdan kelib chiqib tanlaymiz. Boshida ozgina, конечно, qiynalganman. O'zbekistonda, Toshkentdagilarda hali kelinlarda vkusini o'rganib olishimiz uchun, ularga qanaqa ko'ylaklar ko'proq yoqadi, qanaqa ko'ylaklar ko'proq O'zbekistonda kiyiladi, uni o'rganishimiz uchun, uni tushunib yetishimiz uchun ozgina vaqt kerak bo'ldi. Biz O'zbekistonda kelinlar eksperiment qilishmaydi. Kaltaroq, juda kam. Ko'proq klassik, ko'proq уже standartniyroq bo'ladi, lekin oyda bitta klientimiz doim kreativniy bo'ladi. Bu bo'lsa bizni o'sishimizga yordam beradi, izlanishimizga zakaz beradi yoki-da tikishimizga zakaz beradi. Bu bizni o'sishimizga yordam beradi. Zo'r. Bu tarafda qaysi brend? Bu yoqda Elisab ko'ylaklarimiz joylashgan. Mana bu shu kolleksiyalarimiz ichida eng qimmat, eng chiroyli ko'ylaklarimizdan. Bu esa yangi kolleksiyamizdan. Mana yaqinda keldi. Elisab Italiyada Komoda to'y, Andrea Bocelli va Elisab ko'ylak. Elisabning narxi qanaqa? Xo'p, Elisabni ham materialidan, qaysi kolleksiyaligidan, yangi kolleksiyami, eski kolleksiyami, qanaqa materialda ishlatilgan, ruchnoy ishlari bormi, yo'qmi shunga bog'liq. Xo'p, 15,000 yevrodan boshlanib 45,000 yevrogacha. Sotib olinishimi yoki arenda? Yo'q, retail narxi, arenda emas. Arenda bizda endi birinchidan to'y vaqti qachonligiga bog'liq. Misol uchun bizda klientlar bor, 6 oy oldin bronga tushirishadi. Arenda narxi shundan kelib chiqiladi. To'y kuni va переделкаларga ham bog'liq bo'ladi. 45,000 dedingizmi, tek? Buni. 45,000 dollarlik ko'ylak. Wow. Hali kiyganlar bo'ldimi? Kiyilganda, zakazga kelgan ko'ylakda. Bunaqa qimmat, boshida qimmat ko'ylaklar zakaz qilib oldim, to'g'risi turdi anchagacha. Uni endi arendasi ham baribir o'zini narxidan kelib chiqib qo'yamiz-ku, shuning uchun keyin sredniyroq narxli ko'ylaklarni zakaz qilishni boshladim. Qimmat ko'ylaklarda klientlar o'zi kelsa zakaz qilishimiz mumkin. Bu taraf ham Elisab dedingiz. Bu taraf ham Elisab ko'ylaklari, mana da hammasi chiroyli. Bu taraf eski kolleksiya, to'g'rimi? Bu yerda ham yangilari bor mana. Bu yangi kolleksiya mana bu bilan bu birinchida turgan ikkalasi ham yangi. Hozir shu hamma Elisab butiklaridagi eng oxirgi kolleksiyadan kelgan ko'ylaklar. Hozir bu yerda yana u yangi kolleksiyadan bor ko'ylaklarimiz, lekin o'sha bronga tushgan ko'ylakda biz osmaymiz, klientga to'ygacha boshqa klientga ko'rsatmaymiz ham. Hatto kimda olib chiqib ko'rsatiladi-ku, kiyish emas, olib chiqib ko'rsatmaymiz ham. O'sha do'g'orda bor. Misol siz keldingiz 6 oy oldin, sizga shu ko'ylak yoqdi, 6 oy turadi bizda. Bronda hech kim ko'rmaydi, kiymaydi, ushamaydi. Faqat o'sha kelinning haqqi bo'ladi o'sha to'ygacha. Biznes borasida bu juda ham
Qanaqa-ku? Pul olib kelmasa bitta ko'ylak 6 oy davomida. No-da, shunaqa tarafi ham bor. Qimmat ko'ylak, sizga qimmatga tushadi. Da, bunaqa risk juda katta, bunaqa minuslari bor. Da, lekin bu brendlar bilan ishlash bizni charxlayapti har taraflama. Bizga maktab bo'lyapti. Bunaqa уровеньdagi brendlar bilan, bunaqa katta tashkilotlar bilan ishlash bizga katta maktab bo'lyapti. Necha yildan beri maktabdasiz? 3 yil bo'lyapti. 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'lyapti-da. 3 yil bo'ldi. Elisa bilan ofitsial ishlash boshlaganimizga, magazinimizni ochganimizga 2 yil. Da, juda chiroyli ko'ylaklar. Originallar, originalda. Originallar, original. Bu aytib o'tishimiz kerak, ko'p klientlarimiz tushunmaydi. Bu bridal liniyasi faqat. Couture hali u boshqa narx, boshqa talab, boshqa ko'ylak. Couture hali bizdan hech kim zakaz qilmadi. Couture degani bu sizda bitta shu ko'ylak butun dunyoda bo'lmaydi. Ekzemplyar bitta dona faqat siz uchun tikadi. Sabjanoblar o'zlari faqat siz uchun o'zi sozdavать qiladi, o'zi tikadi yoki couture mana Habeka, George Habeka va Zuhayr Murodda ham bor. Ko'pchilik couture deb olishadi-ku, u couture именно от couture bu уже sindikatga kirgan. Bu nomda hamma ham ishlata olmaydi. Bizda ko'pchilik tushunmaydi, couture, от couture deb olishadi. Bu narsani ishlatishga ham sizda litsenziya, sizda ruxsat bo'lishi kerak. Keyin bu couture bo'ladi. Обязательно Fransiyada magazingiz ochilgan bo'lishi kerak. Har 6 oyda bir kolleksiya sozdавать qilishingiz kerak va 95 hozir eslamayapman 80 dan baland ruchnoy qo'l ishi bilan tikilgan ko'ylak bo'lishi kerak. U couture degani. Wow. Zo'r. Bu faqat bridal liniyasi. Zo'r. Klassno. Bu yerda Jenny Beckham yaqinda ishlashni boshladik. Brendi bu angliskiy brend. Bu yerda ozroq ko'ylaklar turibdi, chunki sredniy narxligi uchun ko'pi bronda sotildi. Bu yerda bo'lsa Viktor Rolf. Viktor Rolf asosan Mikada Atlas bilan ishlaydi va bu brend amerikanskiy brend va bu yerda уже Grace atelyeda tikilgan ko'ylaklar ham bor. Bu yerda. Aha, biz ham качественный materiallar bilan chet eldan keltirilgan materiallar bilan tikamiz, chunki bunaqa brendlar bilan birga turganida katta razlika qilmasligi kerak. Shuning uchun biz ham качественный materiallardan ishlab tikamiz. O'zbekistonda eng ko'p ketadigan brend qaysi? Eng ko'p arendaga chiqqan. Eng ko'p brend bilasizmi, bizda o'zi svadebniy sohasida bitta standart yo'q ekan. Men 2 yil ishlab bilyapman. Misol o'tgan yili iyul oyida kam to'y bo'lgan bo'lsa, bu yil qancha issiq bo'ldi o'tganidan. Iyul oyida juda ko'p to'y bo'ldi. Buni даже vizajistlar bilan gaplashib, bugun как раз borganimda so'radim. Ularda ham shunaqa bo'lgan, tushunyapsizmi? Paytim xuddi shunaqa, brend ham shunaqa. Misol uchun birinchi ishlashni boshlaganimda brendlar bilan George Habeka brendi juda ko'p ketdi. Juda ko'p ketdi. U hozir ham liderlikda qo'ldan boy bermaydi, doim. Undan keyin Elisa birdaniga ko'payib ketdi. Mana hozirgi oxirgi yili Zuhayr Murod yaxshi ketyapti. Shuning uchun men sizga mana bu brend eng zo'ri deya olmayman. Shuning uchun hammasini o'zining klienti, o'zining rizqi, o'zining odami bor. Har bitta tikilgan ko'ylak ham o'zimizdan tikilgan ko'ylak ham shunaqasi bor. Bitta ko'ylak mana pul tikib olib kelyapman, sotib olyapman. Turishi mumkin. Hozir 15 minutdan keyin shu suhbatimiz 15 minutdan keyin bitta klient kelib u ko'ylakni bron qilish mumkin. 2 yil turishi mumkin u ko'ylak yokida. Bu chet elni qonunimi? Bron qilgandan keyin hech kimga ko'rsatmaslik? Bu bizni. Sizni qonuningiz. Bizni qonunda. U qanchalik sizga daromad olib keladi? Daromad men o'zi aslida ishim boshlaganimda daromaddan ham ko'ra ko'proq, to'g'risini aytaman, imijimga ko'proq shu o'zimizni Grace'da yuzi bo'ladigan o'zimizni anular bor. Qonunlarimiz deydimi, o'zimizni zakonlarimiz deydimi. Qadriyatlarimizda o'zimizni Grace qadriyatlari bor. Bizni DNKimiz desa ham bo'ladi. Kiyilgan ko'ylakda ham kiyilgan. To'g'risini aytaman, bu sohada ozgina bizga qiyin bo'lgan, eng qiyini klientlarni rostdan biz ofitsialniy brendligimiz, partnyorligimizga brendlar bilan rostdan aldamayotganligimizga ishontirish juda qiyin bo'ldi, to'g'risi. Juda ko'p aldovlar bo'lgan. O'zbekistonda boshqa brendlar original deb sotgan, to'g'rimi? Da, o'zimizda tikilgan ko'ylakda ham, hatto tikilmagan, olib kelingan ko'ylak deb sotilgan. Biz o'zimizda tikilganini ham aytamiz, necha marta tikilganini ham aytamiz. Shaffoflik bor sizda. Da, prozrachность bor. Zo'r, zo'r. Sizni 4 yildan beri rivojlanishingizni ko'rib kelyapman. Juda ham katta. 4 yil avvalgi Ozoda umuman boshqa, hozirgi Ozoda umuman boshqa. Qanday shunaqa
mardlarcha katta investitsiya qiladigan brendga ha dedingiz, chunki ko'p uyda ham 3 ta farzandingiz bor, qaynota bor, katta oilaning qizisiz, katta oilaga kelin bo'lgansiz. Qayerdan bu kuch keldi va nima sabab bo'ldi? Avvalambor bu ishni boshlashimdan oldin hozir tushunib yetyapman, bu biznes fashion bilan bog'liq biznes o'zi doim orzuyimda bo'lgan ekan. Yoshligimda yaqinda Fransiyadaligimda Andijondagi uyimizdan 5-sinfligimda yozgan dnevnigimni topib olishibdi. Kendiyamlar aytyapti telefon qilib, katta bo'lganimda katta dizayner bo'laman, Fransiyalarda yuraman deb 5-sinfligimda yozgan ekanman. Topib olishdi Fransiyadaligimda. Tasodif emas menimcha, bu ham qandaydir znak deb tushundim to'g'risi. Уже biznesim bu yoqda ochilgan, rivojlanyapti. O'zim dizayner emasman, lekin shu soha bilan biznesim bor, shu soha bilan ishlayapman. Shuning uchun ko'proq orzu qilish kerak ekan deb o'yladim va bu orzularingiz, yoshligidagi orzularingiz baribir подсознательно miyangiz bir ichida yotar ekanda, u narsani yozganimni unutganman, lekin bu narsa, bu orzularim yoshligimdagi v itogi mana shu biznesni boshlashimga olib keldi. Bu biznesni boshlashimga avvalambor men o'ylaymanki, turmush o'rtog'imni meni ayol kishi sifatida emas, как личность sifatida orzularimni eshitganligida, gaplarimni eshitganligida deb o'ylayman, tushunyapsizmi? Orzularim, gaplarim, ideyalarimni aytganimda tepadan qarab emas, как личностьda qo'lidan keladigan inson qilsa bo'ladi deb eshitganligi menga motivatsiya berdi. Undan tashqari yordam ham berganlar, avvalambor Allohning izni bilan, Allohning yordami bilan rizqimiz bor ekan, rizqimiz qo'shilgan ekan, bu sohaga kirib keldim. Sizni kurslaringizda o'qiganman SMMda. Hali unda o'zimni endi istab yurgan, magistraturani bitirgandan keyin turmushga chiqib, uyda o'tirganman to'g'risi. Farzand tarbiyasi tug'dim, 3 ta farzand. 3 ta farzand tuqqanimdan keyin уже energiyam to'lgan. O'zim istashni boshlaganman. Har xil kurslarga borganman, o'qiganman. Nimadir ish qilmoqchiman yoki qayergadir ishlashga chiqmoqchiman deb o'zim istab yurganimda, SMM kursingizda o'qiganimdan keyin diplom topshirayotganingizda aytgansiz, oilani ham eplagan, hamma joyda shustrey qizimiz deb tanishtirgansizda. Mana hozir tushunyapman. Ayollar biznes boshlashdan oldin avvalambor oilada, o'zi hamma erkakmi, ayolmi oilada tinchlik bo'lsa, keyin tashqarida qolgan narsalarga ham erishish oson bo'ladi. Shuning uchun oilani avvalambor oilada qandaydir munosabatda qaynona bilanmi, turmush o'rtoq bilanmi qanaqadir problemangiz bo'lsa, avvalambor problemalaringizni решать qilib, yechib, farzandlaringizni tug'ish kerak bo'lsa, уже ularni bog'chalarga chiqarib, ana endi уже o'zimga ana bo'lganda vaqt qolgan. Endi nima qilsam bo'ladi? Bu energiyani nimagadir sarflashim kerak. Shu gapingizni endi tushunib yetyapman. Hozir ko'pchilik so'raydi-da, ayollarga nima deya olasiz? O'zim ayollarga aytaman, biznes boshlashdan avvalambor oilada tinchlik bo'lib, oilada поддержка bo'lsa, keyin bu yerda o'sish bo'lar ekan. Siz bu yoqdan xursand bo'lasiz, qanaqadir yutug'ingiz, lekin uyga kelib kimgadir gapirib bermoqchi olasiz, kimdir eshitmaydi yoki qo'llamaydi, siz uchun xursand bo'lmaydi. Unda menimcha tushib ketiladi, ana bo'ladi, o'chib qolasiz. Boraman, mana o'zingiz tanishtirgandek, g'irt o'zbek oilasiga, traditsion oilaga kelin bo'lganman. 5 ta kelinni bittasiman. Qaynotam, o'zimni oilam katta oila, ana o'zbekona traditsiyalar bilan katta bo'lganman o'zim ham. Kelishish, qaynonani ruxsatini olish, buni qaynonaga tushuntirish, turmush o'rtoqqa tushuntirish, hamma klassический o'zbekcha traditsion oilalarda bu etap qiyin kechadi. Qiyin kechadi. Eng asosiysi. Da, to'g'risini aytaman, men o'zimni onamga telefon qilib nimanidir aytganimdan ko'ra, qaynonam ikkinchi onamlarga telefon qilib aytib maza qilaman. To'g'risi, ular meni ko'proq qo'llab-quvvatlaydilar, hammadan ham ko'ra. Undoqmi, bundoqmi xarakterimiz ham tushgani uchunmi, bilmadim, doim qo'llab-quvvatlaydi. Qaynotamlarga borib gapirib beraman. Endi ota-onam естественно xursand bo'ladi qizini yutug'iga. Endi ota-onam chunki, lekin qaynota ham ota-onangizga xursand bo'lishlik bu ikki karra sizni menimcha ruhlantiradi. Bilasizmi, o'zbek oilalarida juda ko'p talanti bor ayollar bor menimcha. Juda ko'p orzulari bor ayollar bor. Lekin bizda hozir religiozniy vzgladlar bilan turmush o'rtog'ini yoki o'zbekona vzgladlari bilan ko'pchilik o'zini realizovat qilmay qolib ketadi. Balki men ham qolib ketardim. Chunki aytyapmanki, unutilgan orzularim bo'lgan ekan. Uni sekin-sekin tushunib yetdim. Qanday bu biznesga kirib kelganimni. Lekin buni meni eshitishda, buni qo'llashda baribir ham oilamni ko'p nonisi bo'ldi.
ko'magi bo'ldi va buni bu yog'iga уже keyin командный работа. Komanda работа. Har bir qo'l ostimdagi ishchim, har bir yonimdagi odamni yordami bilan, даже hozir mana sizga o'zingiz shunda aytyapman-ku, diplom berayotganingizdagi gaplaringizni eslayapman. Har bir narsa yig'ilib insonni har bir yutug'iga sababchi bo'lar ekan. To'g'ri. To'g'ri. Endi sizda oddiy atelye emas, oddiy qo'llarni olib kelmaysiz. Siz официальный дилерda ekasiz. Ya'ni siz har bitta reklamный postingizni, har bitta harakatingizni u yerdagi katta официальный kompaniyaga yoki отчет bo'ladimi? Qanday qilib O'zbekistonga mashhur Zuhayr Murad, Elsap brendlarini официальный dileri bo'lish mumkin? Qanday ularni olib kelish mumkin? Ularning etaplari bormi? Qarang, mana hozir bizda ham o'zimizda puli ko'p odamlar juda ko'p, pul bor-da, yo'q emas misol uchun, lekin ko'p brendlar nimaga kirib kelmagan? Hamma narsani pul hal qilmas ekan. To'g'ri olib borilgan переговорlar yordamida erishdik desam bo'ladi. Chunki faqat pulingiz borligini ko'rsatishingizdan tashqari o'zingizni qadriyatlaringiz, o'zingizni chotki уже видениyangiz biznesga bo'lgan hamma narsani ularda shunaqa уже partnyorlar bilan ishlab bo'lgan katta tajribasi bor. Sizni gap so'zingizga qarab, переговордagi staraniyangizga qarab уже ko'ra olishar ekan, siz bilan ishlash ularga выгодныmi yoki yo'q. Siz qanchalik yonyapsiz bu sohada. Har taraflama, hattoki lokatsiyamizni ko'rsatganmiz. Lokatsiyamizni topgunimizgacha ham ularning согласованияsi bilan bo'lgan. Misol uchun mana hozir ko'ylaklarni olib kelamiz-ku. Olib kelgandan keyin o'zimizcha переделка даже qila olmaymiz. Nimasidir o'zgartirmoqchi bo'lsak, bu Elisapda oladigan bo'lsa, Elisapda Janob Sapda eng главный anonsi почеркini o'zgartirmasligimiz. Endi o'ranadigan qizlarimiz bor bizda, mana juda ko'p o'ranganlari, ko'ylakni yopayotganimizni ham ularga qanaqa qilib yopayotganimizni chizib, yozib, ko'rsatib beramiz. Ular ruxsat berishadi. Keyin dalshi движениyamizni davom ettiramiz. Brendda olib kelayotganimizda yana bitta narsa, bu brendlar bilan ishlashni boshlaganimizda hali ham aytdim, bizga juda ko'p katta maktab bo'ldi. Birinchidan endi sizga aytyapman-ku, uyda o'tirgan, o'qishni magistraturani bitirib, уже 5 yil uyda o'tirgan inson sразу bunaqa katta biznes boshladim-da. O'pitim yo'q, hech qayerda ishlamaganman, pul topmaganman. Buni boshladim va bu menga juda katta maktab bo'ldi. Bu brendlar bilan ish boshlashimga har bitta gapimiz ofitsialniy pochta orqali jo'natiladi. Har bitta yozilgan gapimiz kopiyada o'zlari turadi. Misol uchun Trank Show qildik, o'zingiz ko'rdingiz. Trank Showda ko'ylaklarimizni Elisapni birinchi marta O'zbekistonda ofitsialniy prezentatsiya ko'ylaklarning prezentatsiyasi bo'ldi. Bu yoqda даже qolgan brendning nomi tushib qolmasligi kerak edi. Qolgan brendning bitta ko'ylagi tushmasligi kerak edi. Har bitta представитель kelgan odamini har bitta gapirgan gapini ular kontrol qilib turishdi. Даже ular bu yoqda kelib gapirilgan gaplarini hamda Sub Junior deb o'g'illarini kontrolida, prямой translyatsiyada ko'rib turdi. Kimlar kelyapti, qanaqa blogerlar kelyapti, qanaqa auditoriya. Shuning uchun biz ham bularga mos bularda trебованияларini bajarib, xomxong ishlab kelyapmiz. Eng katta o'rgangan darsligingiz nima bo'ldi bular bilan ishlab? Ответственность. Javobgarlikda har bir gapirgan gapingizga javob berishlik. Klientlar bilan ham shuncha ishlash davomida qizlarga aytaman, qo'limizdan kelmasa, endi lish bi sotosam bo'ldi, o'tkazsam bo'ldi degan narsa bizda yo'q, Grace, umuman. Agar bizga keldingiz, bizdan xohlagan ko'ylagingizni topa olmadingiz. Mayli o'zingizga yoqqan joydan toping. Eng asosiysi lekin shu bizda qolish uchun, bizdan olish uchun qilib bera olmaydigan narsalarimizni va'da berib yoki ulgurmaydigan datamizga to'g'risini aytaman, boshida 1-2 marta data ulgurmasligin endi ulguyman deb o'ylaganman-da. Bo'lgan shunaqa holatlar, lekin hozir faqat shu gapirgan gapingizga javob berishlik eng katta o'rgan. Chunki ular misol zakaz qilyapmiz, kimdir individual zakaz qildi, 1 oy ichida boradi dedimi, tamom aytgan datasiga ko'ylak kirib keladi. Shuning uchun biz eng katta o'rgangan narsamiz shu brendlar bilan ishlab, javobgarlikni bo'yinga olib va gapirgan gapingizga javob berishlik. Kecha men intervyu olganimda Begim parfyumimizdan Gulchehra ham xuddi shunaqa dedi. Xalqaro brendlar bilan ishlashda birinchi siri
nima desam va'dani ustidan chiqishlik edi. Siz ham xuddi shuni ta'kidlab o'tdingiz. Men ham bir xalqaro brendni O'zbekistonga olib kirmoqchi bo'lganimda javobgarlik, okey, yana nimaga xabar berishim kerak? Ulardan ha degan javobni olishim mumkin. To'g'ri переговор olib borish ekanda, eng asosiysi. Demak, siri to'g'ri переговор olib borishda deb bilaman-da. Shunaqada shuning uchun keyin bilasizmi nima? Biz kerakli vaqtda so'radik. Kerakli vaqtda kirib keldik bu bozorga. Misol uchun o'zim shu anaqa to'yim bo'layotganda shu nollar bilan qiyinchiliklarga duch kelganman. Bu brend ofitsial o'zimizda yo'q. Endi u paytda oshiqcha hozirgidaqa u yoqqa bu yoqqa borib o'zingiz ko'ylak shuni ko'tarib kelishlar yo'q edi. Ko'ylaklar bilan biznes boshlayman deganimda o'rgandim birinchi bozorda. O'zimizda tikilgan ko'ylaklar juda ko'p, juda ham chiroyli tikishadi. Уже opiti bor, 10 yildan oshiq ishlayotgan magazinlar bor svadebniy sferasida. Men hozir yangi kirib kelib yangi tikilgan ko'ylaklarni hech kim udivit qila olmayman, hech kim olib qola olmayman, chunki mendan opiti katta, mendan tajribasi baland, bu sohani juda ham chiroyli olib ketayotgan ko'p brend, ko'p magazinlar bor. Demak, shu 2 yil avvalgi yoki 4 yil avvalgi Ozodaga nima degan bo'lardingiz? Tezroq muvaffaqiyatga erishishlik uchun. Hech narsa demagan bo'lardim, chunki to'g'risini aytaman, har bir bosib o'tgan hayotim yo'lidan minnatdorman. Hamma narsasi saboq, qandaydir hammasidan, hamma bir davrimdan o'ziga yarasha oladigan narsam bo'ldi va shu darajaga erishganimga shu bosib o'tgan yo'lim sabab bo'ldi-da. Lekin agar mabodo qaysidir bir erkaklar ko'rayotgan bo'lsa, aytgan bo'lardim, xotininglarni eshitinglar, turmush o'rtog'inglarni ham eshitinglar, ularda ham orzusi bordir, ularda ham ichida qandaydir bir talanti bordir. Uning uchun обязательно ko'chaga chiqib ishlashi yoki-da erkaklar bilan ishlashi ham shart emas. Agar bunaqa zig'latdan qaraydigan bo'lsak, uyda o'tirib ham qandaydir bir ishlab o'zini ustida ishlasa bo'ladi. Mijozlarga, misol uchun, sizning kiyimlaringiz qimmat, bozordan qimmat, bozor narxidan qimmat. Men biznesdan ko'p dars o'tganligim uchun siz qimmat va sifatli brendni sotish uchun qanaqa strategiya qilasizmi yoki-da oddiy eng siri nimada? Xodimlaringizga sotuv bo'lishligi uchun nima qilish kerak deb o'rgatasiz? Rostgo'ylik. To'g'risini aytamiz birinchi o'chirda, chunki mana yarashmagan narsani sotish uchun yarashdi deb gapirilmaydi rostdan. Misol ko'ylak chiroyli, lekin yarashmasligi mumkin. Tushunyapsizmi? Oddiy o'zimizda tikilgan ko'ylak ko'proq yarashishi mumkin. Foydadan kechinglar, halol bo'lsanglar to'g'ri bo'ladi deyman. Avvalambor inson birov aldamasa uni ham birov aldamaydi-da. To'g'risi shu biznesda halollik eng avval. Men ozgina zig'latlarim to'g'risini aytaman, din bilan bog'liqroq, to'g'risini aytaman, ozgina bog'liqroq. Aldamasangiz siz ham aldamaydi deb o'ylayman birinchi o'chirda. Ikkinchi anaqada shu aytganimdek, aytgan gapingiz ustidan chiqishlik. Klientni olib qolish uchun bilasizmi, haqiqiy shu brendni bilgan, kачествоni bilgan odamlarni olib qolish shart emas, o'zi qoladi. O'zi qoladi. Tushunadi. Sizda eng zo'ri, eng yaxshi sifatli servis. Yana bitta tarafi bor. Mana yaqinda bo'ldi shu narsa. Bizda arendaga ruxsatni olganmiz, ofitsialniy Elisabdan, hamma brenddan ofitsialniy arendaga berish ruxsatini olganmiz. Bizda yo'q model. Dubayda ko'rib yoqtirib qolishgan, lekin bizdan zakaz qildi. Nimaga? U yoqdan sotib olishga pul yetmaganligidan emas. Bizda servis bor. Kelin soprovождение nevest, kechgacha shu kelinni to'yxonaga o'tkazgunigacha xizmatida bo'lishadi qizlarimiz. Birinchidan kecha переделкасы bor. Shuning uchun ответственность bizni bo'ynimizda. Shu kunga o'sha ko'ylakni olib kelib beramiz. Tushunyapsizmi? Ответственность ham o'sha bizni bo'ynimizda. Ular endi ответственность to'y bo'layotgan odam hal qilish kerak bo'lgan ishlari ko'p-da. Buni professional odamlarga qo'liga berib, bundan xolis bo'ladilar-da, bemalol qolgan ishlarini hal qila oladi. Shuning uchun haqiqiy mana shu siz aytayotgan bozordan ko'ra qimmat deyotgan ko'ylaklarni egasini biz olib qolishimiz shart emas. Bular o'zi kачествоni, sifatni va bu brendni tarixini bilishadigan odamlar bo'ladi. Bir xilgilar keladi, ko'ylaklar qimmat, bu pulga arzimaydi deydi. Tushunyapsizmi? Bunaqa klient уже olib qolish. Da, sizni klientingiz emas. Bizni klient emas. Endi bu brendni, bu servisni ushlab qolgan bu xodim. Xodim tanlashda yoki xodimni treningdan o'tkazishda sizga kim yordam beradi? Qanaqa qiyinchiliklarga duch keldingiz va buni qanday yechdingiz? Xo'p, birinchi o'chirda intuitsam,
birinchi o'chirda уже intuitsiya odam bilan gaplashayotganda qandaydir aurasi menga to'g'ri kelishi kerak. Bilasizmi, professionalizmga o'qitishingiz mumkin, o'rgatishingiz mumkin, lekin halollikka, madaniyatga, to'g'rilikka o'rgatishingiz qiyin. Ishingizda professional bo'lish uchun uni o'qitib o'rgata olasiz. Shuning uchun birinchi navbatda intuitsiyamga quloq solaman, gaplashib ko'raman. Keyin tarbiyasiga juda katta narsa bog'liq men uchun, to'g'risi. Tarbiyasizroq, madaniyatsizroq odamlar bilan ishlamayman, to'g'risi. Поэтому keyin уже professionalizm anonisiga 2-3 oy o'rgatamiz. Hammasiga kerak bo'lsa o'zim o'rgataman, yordam beraman. Bizda ko'p kollektivimizda juda ko'p odam yo'q, lekin sifatli odamlar bor deb o'ylayman. Hammasi. Shuning uchun doim ularga aytaman, mana bu oy продажamiz zo'r bo'ldi, zo'r klientlar bilan ishladik. Bu men zo'r brendlar olib kelganligim uchun emas yoki chevarim zo'r ko'ylak tikayotganligi uchun emas. Hammamizni ishimiz bu общий командный работа. Shu tozalikka javob beradigan odamimiz chiroyli qilib qo'ygan, shu atmosferani yaratganligi uchun, men shu ko'ylaklarni olib kelib qo'yganim uchun, sotuvchimiz chiroyli muomala qilib, chiroyli klient ko'nglini topib, ko'ylakni xohlagan ko'ylagini topib, ichidan rekomendatsiya qilganligi uchun, buni bu yog'iga chevarlarimiz uni переделка qilib bergani uchun idealniy. Chunki ko'ylakda 1 santimetr raznica qilsa ham ozgina уже ko'ylak vidi buziladi. Прям chiroyli turish kerak badanda. Katta ham bo'lish kerak emas, kichkina ham bo'lish kerak emas. Buni ham chevarlarimizga rahmat aytaman. Ular chiroyli tikishadiki, переделка qilishadiki, shunaqa turadi. Shuning uchun bu командная работа deyman. Zo'r, mijozlar bilan gaplashayotganda eng qiyin ish nima deb o'ylaysiz? Mijozlar bilan o'zi hamma sohada, o'zi hamma munosabatda inson bilan ishlash inson oilada deysizmi, munosabat insonlar munosabati eng qiyini o'zi aslida. Bizni sohani qiyinligi yana bir tarafi kelinlar bilan ishlaymiz. Kelinlar juda ham tarbiyali oilaning madaniyatli, chiroyli qizi, lekin to'ydan oldin hayajondan, hal qilish kerak bo'lgan ishlar ko'pligidan yana ham nima deydi, yana ham чувствительный bo'lib qolishadi-da. Bu paytda bizni ayb bo'lmagan holatlar, lekin ularni o'zini emotsiyasini evaziga nimagadir aybdor ham bo'lib qolishimiz mumkin-da. Shuning uchun bizda juda ham sergaklik, doim yonida turish, bdительный bo'lishlik bizdan talab qilinadi. Kelinlar ba'zida o'zi nima xohlayotganini bilmaydi. Ba'zida o'ziga kelinlarimiz nima yarashishini bilmaydi. Qizlar bor, keladi, nima yarashishini biladi, figurasini o'rganib bo'lgan kelinlar. Menga shu ko'ylak yarashadi, shunaqa yarashadi deydi, biladi. Kimdirlar bilmaydi. Uni topib bergunimizgacha bizdan u bo'ladi. Shu o'zi nimani xohlayotganini bilmayotgan kelinga chiroyli ko'ylagimizni topib kiydirishimiz eng qiyin proses deb bilaman. O'zi nimani xohlashini bilish kerak inson. Shundan oson bo'ladi. O'ziga ham sizlarga ham. Da, lekin yana bitta tarafi bor. Tasavvurida уже конкретно mечтasi bor. Mana shu ko'ylakni kiyaman, shu ko'ylak yarashadi deb o'ylaydi, lekin figurasini qaysidir chasiga to'g'ri kelmasligi ham mumkin. Shuning uchun har xil holatlar bor baribir. Siz Grace salonini kelajakda 5-10 yilda qanday tasavvur qilasiz? Qaysi davlatlarda, qaysi shaharlarda filiali bo'lishini xohlar edingiz va o'zingizni qanday tasavvur qilasiz? 5 yildan keyin xudo xohlasa kattaroq пространство, kattaroq magazinimiz bo'lishini xohlayman, xudo xohlasa, va Grace atelyerini tikilayotgan ko'ylaklarimizni ustida yanada ko'proq ishlash. 5 yildan keyin balki chet eldan kelgan сотрудникlar bilan ishlayotgan bo'lamiz, xudo xohlasa, niyatim. Lekin hali boshqa joylarda ochish niyatim yo'q. Chunki bu soha shunaqa sohaki, har kuni, har soatda yangilik. Tim более hozir juda ham moda o'zgaryapti, o'zingiz bilasiz. Buni ustida ishlashlik talab qilinyapti. Shuning uchun biz asosan faqat servisda, kачествоning ustida to'xtamasdan ishlashlikni ma'no qilaman va eng sifatli, eng качественный servis, eng sifatli ko'ylaklar bo'lishi uchun yanada ko'proq mehnat qilishimizni tasavvur qilyapman. Kattaroq пространствоda, xudo xolasa. Grace liboslarini chet elga eksport qilish, bizda mahalliy brendlar bor. Qozog'istonga, Qirg'izistonga, Tojikistonga eksport qilishadi. Sizda shu planda bormi? Xudo xolasa bor, da. Bu niyatim bor. Grace kelinlar liboslarining dizayneri kim? O'zim. O'zingiz. Demak, kelajakda o'zingiz dizayner sohasida bo'lasiz. Mana shu savolingizga javob beraman. Qarang, hozir mana Grace qanaqa holatga kelgan bo'lsa, faqat bu bitta ayolni mечтasi, bitta ayolni
fokusidan kelib chiqqan holda ishlangan ish bu darajaga erishganida endi albatta komandamni yordami bilan buni bu yog'iga yanada hozir opitim oshyapti bu sohada ishlab yanada professiyam o'zi dizaynerlik emas, dizaynerlik sohasida o'qib bilimimni malakam oshirish niyatim bor yanada. Hozir menda ko'proq tajriba, opit deyapsiz, dizaynerlikka o'qishim kerak deyapsiz. Sizda yetarlicha yaxshi emasman degan tuyg'u, maksimalizm tuyg'usi bor deb o'ylaysizmi? Da, bor. Chunki hozir mana shu magazinga har kuni kiraman-ku, men bundan ham ko'proq narsa qilishim mumkin. Nimaga ko'p ishlamayapman degan narsa bo'ladi har kuni. Bu tuyg'udagi insonlarda men hali beri katta daromadga arzimayman, yetarlicha yaxshi emasman degan tuyg'u ham bo'ladi. Menimcha, men ko'rishimcha, siz уже katta daromadga filiallar ochishingizga, Grace ko'yligini O'rta Osiyoga eksport qilishingizga siz tayyorsiz. Sizda такой maksimalizm bor. Men yetarlicha yaxshi emasman, men Zuhar Murodchalik emasman, Ersabchalik emasman degan narsa o'zingizga juda katta talabchanlik bor. Juda ko'p katta daromad bor joyda o'ta katta talabchanlik ham bo'ladi, lekin bo'ldi, tayyorman degan ichidan bir tuyg'u paydo bo'ladi. Xudo xolasa keladi bu tuyg'u. Xudo xolasa men xohlardimki 5 yildan keyin albatta Grace ko'ylaklari Tojikistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga eksport qilinishini men xohlagan bo'lardim. Chunki bizani kengayishimizga ko'p holatlarda bizani birinchi o'rinda psixologik tayyorligimiz. Fizik emas, psixologik tayyor bo'lib, men bunga arziyman, men bunga tayyorman degan tuyg'uda bo'ladi bu narsa. Har bir ishni qilishdan oldin biznes sohasida, misol uchun, qanaqa biznes qilsangiz ham ichingizni atrajat qiladi-ku bu narsa. Misol uchun, meni ichimni atrajat qiladigan ko'ylaklar juda minimalistik, bo'ldi. Yevropeyskiy ko'ylaklarda, tushunyapsizmi? Lekin bunga hali men tayyorman, klientlar tayyor emas. Hozir hijobli qizlar, to'ylar kichrayapti, hijobli qizlar ko'payapti. Bizni xalqni ham fikrlashi o'zgaryapti-ku. Sekin-sekinda o'zgaryapti. Bizniki ham Xudo xohlasa shuning uchun aytayapman-ku, klientlarni ham tarbiyalab. Da, tarbiyalash kerak. Marketolog, biznes egasi albatta mijozlarni tarbiyalaydi. Da, misol uchun juda nafis didli klientlarimiz juda ko'p. Men aytmayman hamma shunaqa deb, juda ham nafis didli kelinlarimiz ko'p, lekin bular bilan bir qatorda ozgina meni fokusimga to'g'ri kelmaydigan klientlarimiz ham bor. Shuning uchun ko'ylak tikayotganimizda обязательно, misol uchun biz o'zi oylik anaqamiz bor, planimiz yarmidan ko'p o'zimning fokusimdan kelib chiqadi, yarmidan ko'pini sizlar o'ylanglar. Chunki konsultantlarga aytaman, iltimos qilaman, fason topishga yordam beringlar. Chunki sizlar eshitasizlar, ishlaysizlar klientlar bilan deb. Shuning uchun lekin o'zimni DNK'imni, o'zimni внутренний yayimni yo'qotmagan holda biznesimni Xudo xohlasa davom ettirmoqchiman. Klientga qarab o'zgarish niyatim yo'q. Albatta ularni xohishlarini inobatga olaman. Lekin bunaqa tovarlar bozorda yetarli deb o'ylayman. O'zbekistonda birorta salon, vizajist yoki boshqa partnyorstvoga kirganmisiz va u qanchalik sizga daromad yoki foyda olib kelgan? Yo'q, kirmaganmiz partnyor, lekin doim hamma mana shu sohadagi hamma professional vizajistmi, fotograf, videograf, hammasi bilan yaxshi отношениядamiz. Katta to'ylarda doim komandniy rabotada ishlaymiz, bir-birimizga связанныйmiz. Misol uchun vizajistlar yoki stilistlar kelib bizdan foto nimadirlar so'raydi, biz doim ochiqmiz, hamma kollaboratsiyaga ochiqmiz, lekin Grace'ni men oddiy salondan yuqoriroq joy, maskan deb ko'raman. Chunki sotsial hayotga befarq emas, atrof muhitga befarq emas, faqatgina daromad, faqatgina biznes emas. Bu degani mana hozir aytganimdek, qaysidir bitta qizni balki fokusini o'zgarishga yordam berarmiz. Kichkina bo'lsa hamda, misol uchun, yoki unda mana lider maktabi bilan biz juda ham yaxshi kollaboratsiyalar qilamiz. Bolalar kelishadi-da, ularga pokazlar qilib beramiz, ko'ylaklarni ko'rishadi, kiyib ko'rishadi yoki nimadirlar ruchnoy yasashadi. Shu yerda 10 ta qiz kelsa, 10 tadan bittasiga balki kelajakda bitta dizayner bo'lishga yordam bergandirmiz. Sotsial hayotlarga ham befarq emas va O'zbekistonning kelajagiga ham befarq emas bir maskan sifatida qarayman. Faqatgina bu svadebniy salon emas. Undan yuqoriroq
joy bo'lishi uchun harakat qilaman. Siz havas qilgan va siz juda ham o'xshashga harakat qilgan dizayner yoki tadbirkor ayollar bormi? Juda ham ko'p. Aslida O'zbekistonda ham juda ham именно mana shu natsional yo'nalishimizda juda ham ko'p dizaynerlar bor. Misol uchun Dildor Kasimova bilan doim birga ishlaganmiz, Zulfiya Sulton bilan, hozir mana Iroda Ag'zamxo'jani juda ham ko'ylaklar natsionalni o'zimizda noladi. Madina Kasimbayeva juda ham chiroyli bularni nima deydi, o'xshagim keladi, lekin men bu yo'nalish meniki emasda baribir. Faqat havas qilib, ulardan vdохновение olaman xolos. Bizniki endi svadebniy liniyada ketgan. Ularga natsionalniy yo'nalish. Shuning uchun biz ikkalamiz ikki xil yo'ldamiz, lekin doim birlamiz. Misol uchun hammasini hurmat qilaman, doim sviyazdamiz ular bilan va ularni hammasini erishayotgan yutuqlarni ko'rib men juda ham xursand bo'laman. Hozir menga juda ham ko'p o'quvchilarim keladi. Hammasi svadebniy industriyada pul ko'p deydi. Svadebniy industriyada to'yga bog'liqli, turmush sarfiga bog'liqli, to'yga bog'liqli u yo'nalishda har doim O'zbekistonda to'y yo'nalishida pul bo'ladi deydi. Siz shu to'y industriyasini 5-6 yildan keyin qanaqa tasavvur qilasiz? Yoki nima degan bo'lardingiz o'sha insonlarga, to'y industriyasiga kirmoqchi bo'lganlarga? To'y faqat O'zbekistonda emas, menimcha arablarda, mana o'zingiz ko'rdingiz yaqinda bo'lgan to'ylar, Livanlarda, keyin boshqa joylarda ham o'zi aslida важный narsalardan bo'lgan doim bo'lib qoladi. Menimcha chunki bu nafaqat anaqa bu bizi o'zbekchiligimiz aslida, lekin hozir misol uchun oldingidaqa emas, qarashlarimiz o'zgargan. Oldin qiz bolani chiroyli sepi bo'lsin, boradigan joying deylardi. Hozir qizlarda naborot o'qishiga ko'proq investitsiya qilishyapti, ota-onalar ham tushunyapti. Ishlaydimi, ishlamayaptimi, qiz bola o'qimishli, bilimli bo'lishi kerak. Shuning uchun keyinchalik qanaqa ketadi? Orzu-havas doim bo'ladi. Bu soha o'lmasa ham kerak, balki doim bo'ladi, lekin insonlarda to'yga bo'lgan отношенияsi baribir o'zgarib boryapti. Ko'proq to'ydan ko'ra to'g'risida shu bilimga bo'lgan, undan keyingi hayotga bo'lgan ular tsennislar oshyapti va qizlarda o'zi ham. Hozir faqat erga tegish haqida emas, to'g'risi, o'sha orzulari boshqa qizlar. Yoshlar keladi. Yoshlar bilan ishlaymiz-ku biz. Qizlarni ko'rib, to'g'risini aytaman, men vdохновение olaman. Shunaqa ilhomlanaman, chunki nimani xohlayotganini bilishadi. Gрамотный qizlar, tushunyapsizmi? Bizi davrda, endi biz ham men ham qarimasman demoqchi emasman, lekin yildan yilga 5 yil oldingi qiz boshqa, 5 yildan keyingi qiz boshqa. Yoshlarni ko'rib men juda ham xursand bo'laman. Shunaqa o'zlarini nima xohlayotganini bilishadi. Nimadirlarga erishmoqchi bo'lgan, ambitsiozni, o'qimishli, gрамотный insonlar juda ham ko'payapti. Bundan faqat xursand bo'laman. Siz ham men ham Andijonda tadbirkorlar oilasida tug'ilganmiz. Dadingiz tadbirkor. Именно dadangizdan, ayangizdan olgan eng katta darslaringiz va ulardan olgan tajribalaringiz qaysi? Ayangizniki alohida, dadangizniki alohida? Ayamlardagi alohida. Ayamlardagi alohida, chunki ayam boshqa inson, dadam boshqa insonlar. Ayamlar o'qituvchi bo'lganlar, doim og'ir, bosiq, lekin shu sohaga kirib kelishimga balki ayam ham sabab bo'lgan. Nimaga desangiz, chunki o'qituvchi bo'lganlari uchun doim chiroyli kiyinib, leksiyalarga chiroyli tayyorlanib, yoshligidan chiroyli kostyumlar, oldimda elegant ayol obrazida yashaganlarda doim. Fukusim shundan kelib chiqqan-ku, baribir ona kiyintiradi-ku qizni ham. Shundan kelib chiqqan. Onamdan o'rganganim to'g'risi sabrli bo'lish. Oldingizga problema keldimi, qochmaslik, решать qilish. Endi hozir psixologlar aytayapti-ku, problema bormi, решать qilish kerak deb. Uni aslida bilmagan holatda onamdan o'rganganman. Doim sabrli bo'lganlar, bo'lganlar. Вот biznesda bo'lsa, dadamdan ko'p narsa решительный, qo'rqmasdan riskovать qilishlik dadamdan o'tgan bo'lsa kerak. Men ko'proq lekin dadamga o'xshayman baribir. Dadamga o'xshayman-da. Mana hozir siz aytyapsiz, yoshligimizdan baribir shu narsa biznesda ichida ko'rganmiz, katta bo'lganmiz. Sizni ayangizlarni ham yoshligimda ko'rganman, qanaqa biznes lady bo'lib yurardilar, tushunyapsizmi? Shuning uchun baribir oilada gendan o'tar ekan bu narsalar baribir. Поэтому hamma narsani o'zim qildim, o'zim deyolmayman, chunki ko'z ostimda ko'rib katta bo'lgan narsalarim ko'pi baribir hozirgi holatimga ta'sir qilgan. Именно qaysi xarakteristikasi dadingiz? Qo'rqmaslik va tez qaror qabul qilishlik, to'g'rimi? Undan tashqari ozgina anaqaman juda ham. Ответственность hamma narsaga, shu bir narsani boshlasam
kontrolda turaman. Delegirovать qilganman ko'p narsani, lekin baribir ham даже klient kelganda kameradan qarab turamanda ishchilarimni tekis turishini ham даже aytaman. Unaqa turmanglar, qiyshayinglar oldida klient oldida. Juda ham anuman, ответственныйman. Dadamdan o'tgan bu narsa juda ham. O'zimni qaynona onamlar aytadi, hamma narsaga anu qilolmang, sal qo'yib yuboring, beg'amroq bo'ling. Keyinchalik katta bo'lganingizda qiynalasiz deydilar, lekin bu narsa bilan qilolmadim. Voz kecha olmadim chunki bu gen уже. Yoshlikdagi eng shirin xotirangiz qaysi? Yoshlikdagi eng shirin xotiram bu katta oilada katta bo'lib, doim hamma inoq aka-ukalar, doim buvamiz bo'lganligi va shu oilada yoshligimdan buvam uyda katta bo'lib, qandaydir hamma ko'pchilik inoqlik bilan yashalgan oilada katta bo'lganim uchun qandaydir shu narsa ko'z ostimda qolib ketganda, Xudo xohlasa shu narsani keyinchalik o'zim oilamdan bo'lishini juda xohlayman. Xudoga shukr katta oilaga tushganman. Inoqlik, hamma bitta uyda to'planishlar, shu marosimlar ko'z ostimda qolib ketgan doim. Hozirgacha aqllik hozirgacha o'qimagan, bizni tark etmagan. Eng katta qadr qiladigan narsam ham insoniylikda. Eng katta xursand bo'ladigan bolaligimdagi ham shu inoq, aql, spokойный oilada katta bo'lganligim deb o'ylayman. Hayotingizni o'zgartirgan kitob? Turmush o'rtog'im. Kitob deb bilasizmi? Kitob deb bilmadim. Men turmush o'rtog'im yaxshi ko'rib bezuman любовь emasda. Bu qandaydir tushunib yetishlik, ko'rib o'rganishlik, juda ko'p narsa o'rganganman turmush o'rtog'imdan. Hozirgacha o'rganyapman. Shunaqa deb bilaman. Hozirgacha biznesingizga turmush o'rtog'ingiz yordam beradi. Da, hamma переговорlarimda yordam berganlar. Har doim hozirgacha qanaqa problemam bo'ladi, qanaqa kun davomida proses bo'ladi, ularga aytib beraman. To'g'ri qilibsan, bosiq bo'l deb doim meni bosib turadilar. Biznes ustozingiz ham adis, ham turmush o'rtog'im. Dadamlar уже gendan menga buni sovg'a qilganlar. Turmush o'rtog'im bo'lsa, yordam berib hozirgacha qilyaptilar, menga motivatsiya beradilar. Zo'r. Hammaga shunaqa turmush o'rtoq nasib qilsa. Hamma turmush o'rtoq ayolini qo'llab-quvvatlasin doim iloyim. Amin. Uyda o'tirgan o'z yo'nalishini topa olmayotgan ayollarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Uyda o'tirgan ayollarga har narsada o'zingizlarni sinab ko'rishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. O'zingizlar tushunib yetishingiz uchun ozgina vaqt berish kerak, qilishim kerak deb tezda qilish kerak emas. Misol uchun mana sizga aytib berdim-ku, syomkadan oldin sizni singlingiz bilan yaqin o'rtoqman. Shular bilan Turkiyaga damagani borganimizda ular уже brendi asoschisi, o'zini brendi bor. Material olgani borganlar-da ular. Katta-katta kompaniyalardan shu tikanlar bilan переговорlarni ko'rib, men ham nimadir qilishim kerak. Уже bor bo'lgan, qilaman deyapman. Ularni ko'rib vdохновение oldim, lekin shoshmadim baribir. Qilishim kerak ekan deb kimdir nima qilsa, o'shani qilib ketish kerak emas. Misol, u detskiy zo'r brend yaratib, men ham yaratib ko'rsammikin deb o'ylamaganman. O'zini tushunib yetish uchun hamma qilayotgan narsa emas. O'zingiz rostdan energiyangizni shunaqa chiroyli energiya sarflaganga yarasha shunaqa chiroyli отдача bo'ladigan narsani topish uchun ozgina vaqt kerak. Har xil kurslarda o'qib ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. Har xil kitoblar o'qishni, podkastlar eshitishni tavsiya qilgan bo'lardim va shoshmasdan o'zini tushunib yetib biror bir narsa boshlasa, albatta buni mevasi bo'ladi. Xudo xohlasa, qanaqadir oilada avvalambor, qanaqadir tushunmovchilik, hali yechilmagan biror bir problema bo'lsa, shuni albatta hal qilish kerak. Keyin boshlansa, uzoqroqqa davom etadi deb o'ylayman. Stabilnost baribir kerak bu sohada, biznesda. Rahmat. Bugungi juda ham foydali, maroqli suhbat bo'ldi. Men yoshligimdan maktabda ko'rib kelgan Ozodaxon hozirgi kunda xalqaro brendlar bilan birga ishlayotganini ko'rib men o'zim xursand bo'ldim, chunki oilaviy tanishmiz. Ishlaringiz rivoj. Grace yana ham gullasin, baxtli oilalarni tug'ilishiga sababchi bo'lyapsiz. Ya'ni sizning ishingiz xayrli. Insonni yana ham halollik bilan chiroyli oilasi bo'lishiga orzu qilishi, niyat qilishiga ham sababchi bo'lyapsiz. Chunki hammasi orzu va niyatdan boshlanadi va hammasi sizda halollik bilan prozrachniy bo'lishi tarafdorisiz va bu biznesni albatta ikki dunyo saodatli biznes deb ham ayta olaman. Rahmat kattakon. Va men ham shu fursatdan foydalanib klientlarimizga rahmat aytmoqchiman. Chunki bularni talablari bilan, vibrlari bilan, kerak bo'lsa injiqliklari bilan biz o'sishimizga sabab bo'lyapti, biz ustimizda ishlashimizga sabab bo'lyapti. Va bizni tanlaganligi uchun rahmat aytaman. Bizni tanlayaptiki, biz o'syapmiz.
o'zimiz ustimizda ishlayapmiz. Shuning uchun hamma shu darajaga erishishimizga ular sababchi deb bilaman. Va sizga rahmat kattakon, vaqtingizni ayamasdan men bilan Menga suhbatlashganingizga. endi shu joyda xayrlashayotgan vaqtda qiziq bo'lib qoldi. Eng injiq klientingiz nimani o'rgatgan? Eng injiq klientingizni esla olasizmi? Birinchilardan bo'lib, uni muammosini yecha olmayman deb o'ylagansiz va yechgansiz. Aha. Injiq demayman. Sizni qiynagan. Qiynamagan ham, lekin mana vaziyat bo'lgan, eski aytaman. Biz bu magazinimizni ochgunimizgacha, remontlar bo'lgunigacha, lekin biz tovar olib bo'lganmizda, nalichada уже lisab qo'ylarimiz bo'lganda, shu showroomda boshlaganmiz ishimiz. Showroomda hali endi tikilgan ko'ylaklar, lekin brenddan ko'ylaklar kelayotgan bo'lgan. Hali nalichada bo'lmagan paytida bitta klientimiz kelgan. Kelyapti showroomga, ko'ryapti, 5 ta ko'ylak osilib turibdi. Lekin rasmda ko'rsatyapman, mana shu ko'ylaklar kelyapti. Bo'ldi, shu ko'ylakni olamiz deyapti. 1 oy oldin kelyapti. Endi men unda tajribam yo'qroq, 1 oy oldin zakaz olib qo'ydim. Ular brendtu gapiga javob beryapti, lekin men uni kichkina srokda olib qo'ydim. Bu ko'ylak kelgunigacha juda ham qiyin bo'lgan. Kelgunigacha qiynalganman, chunki shu darajada yaxshi insonlar gapimga ishonib, hali Grace yo'q, unaqa showroom magazinim yo'q, nalichada brendlar yo'q, ishongan menga, tushunyapsizmi? Ishonib rostdan shunaqa keladi ko'ylak, kutishgan. Oxirgi to'yga 3 kun qolganda, shunaqa katta to'y, juda katta to'yda olib qo'yganman. 3 kun qolganda kelgan to'y. Shunaqa yaxshi insonlar borligini ko'rib ham, keyin bu ishim eng zo'r joyi aytaman. Juda ham yaxshi insonlar bilan ishlaymanda. Shunaqangi yaxshi insonlar bilan tanishimga sabab bo'ladi. Shunaqa tarbiyali qizlar va o'g'lingiz bor, xursand bo'ling, hali yaxshi qizlar juda ko'p. Chunki tarbiyali qizlar juda ko'p hali. Shunaqa chiroyli, shunaqa tarbiyali qizlarni ko'raman, ko'rib xursand bo'laman. Shunaqa yaxshi insonlar bor, hayot davom etyapti. Shunaqa yaxshilar bor hali hayotda, shunaqa tarbiyalilar. Keyin yana bir marta shunaqa holat bo'ldi. Biz договориться qilganmiz, mana shu narsalarni qilib berasizlar degan, ko'ylak переделка, brendовый ko'ylak. Biz ikkalamiz klient bilan договориться qilgan vaqtimizda hamma topshirdik. To'y ertaga, o'sha hamma yo'q bo'ldi, keyin xursand, lekin yana bitta-ikkita o'zgarishlar kiritishyapti to'ydan 1 kun oldin. Shunaqa yaxshi insonlar, yaxshi qiz, yaxshi keyin tarbiyali, juda ham tarbiyali insonlar. Endi shunaqa yaxshiligidan xo'p qilib beramiz dedim. Qildik, lekin to'yxonaga shu ertasi одеваниеga yetib boshqa ozgina kech qolib bordi, yarim soat, 1 soat. To'g'ri, mana shu ishni qilib kech qolindi aslida. Bu ularda ayb emas, biz ayb. Qanaqa bo'lsa ham, lekin shuni tushundim, уже vaqt oz qolganda договориться qilgan narsamizga bo'lmaslikni, olmaslikni o'rgandim. Menga eng katta saboq shu bo'ldi. Vaqt oz qolganda o'zgarishlar kiritishmaslik. Bitta kelinni ozgina asabiylashiga sababchi bo'ldik. O'zi aslida yaxshi niyatdan, befarqligimizdan, niyat vesinligimizdan emas, naborot ular yana ham xursand qilmoqchi bo'ldi bu ish, lekin neprofessionalno bo'ldi men tarafdan. 1 kun qolganda xo'p deb yuborganim. Shunga ozgina shu qizni asabiylashishiga ozgina bo'lsa ham, endi unaqa ko'p bo'lmadi, vaqt bo'lgan yo'q, yana ham indashmadi. Просто shu narsa menga rosa ham neudobno bo'ldi. Keyin shu ishchilarga, сотрудникlarga komandamiz bilan tushunib yetdik. Ozgina vaqt qolganda o'zgartirish kiritmaslikni qildik. O'zimizga biznes sistemaga qo'yib, yana ham o'zini kelishishlar tartiblari yana ham detalni oldinroq, chunki hamma biz detalni gaplashib bo'lgan narsa berilgan, topshirilgan o'z vaqtida, lekin yana o'zgartirish xohlab qolish. Undan so'raganman. Yo'q, kerak emas degan narsalar qo'shildida, keyin shunaqa bo'ldi. Ishlaringiz rivoj. Rahmat kattakon, sizga ham sog' bo'ling. Ishlab ishingiz yana ham katta kengayib, gullab, yashnab yuringlar. Rahmat. Biznes rivojiga ham rivoj yanada. Rahmat. Sizlar bu yerda videoni tagiga yozib qoldiring. Kelgusi kim bilan suhbat olishimni xohlaysiz? Biznes rivojiga kimni mehmon sifatida taklif qilay?